Salomatmisizlar? Hurmatli o'quvchilar, qandaqsizlar? Yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Vaqtida kirgan o'quvchilar вообще super молодцы. Vaqtida kirganlar yaxshi. Bugun biz sal boshqacha o'tamiz. Bir mavzuni amdan qarash turib, har bir tarafdan chiqarish uchun 15 tag'da hisob tayyorlab qo'ydim. Shularni chiqiraylik bugun. Shu masala hisoblarda qaranglar, endi bizda harakatga hisoblar bo'ldi, mushtaq ish to'g'risida hisoblar bo'ldi. Shularni bo'lib отдельно qilib tushuntiraylik deb planlar qo'ydim. Shuni qiynalmasa boshlaylik. Hozir 1 minut kutib turaylik, ya'ni qo'shilsin qolganlari. Qo'shilsin hammasi. Endi задачи на работу degan yerda bolalar qaranglar, biz nima qilamiz ekan? Masalan, bundoq ko'rish, eng o'ng'ay narsani yasay. Men yolg'iz, men bo'lay. Meydagi bir tortikni, masalan, 3 kunda yeyman. Bu artikul muallim bo'lsin. Mayda meni yana bir tal do'stim bor. Это Madina bo'lsin, например. U qiz shuli tortni, masalan, u qiz tort yomon yaxshi ko'rdi, shuni 2 kunda yeydi, mush tortni. Endi biz ikkimiz bilim berib, ya bo'lmasa u qiz meni uyimga mehmon kelsa, biz ikkimiz mush tortni qanchalik vaqtda yeymiz degan mavzuga bugun. Biz mush birga ishlasak, birga tomoq yesak, qanchalik vaqtda yapolamiz. Понятное дело, logически. Men yolg'iz 3 kunda, Madina yolg'iz 2 kunda yesa, ikkimiz birga yesak, понятное дело, biz chapsonroq bitiramiz. Durustmi? Buni tortikni tortik bo'lib qolsa, ya bo'lmasa pitsa bo'lsa, qanchalik jihatdan bo'lsa, shunchalik chapson bitiramiz buni. Shuning uchun buni задачи на работу deganda biz nima qilamiz? Bu ish bo'lishi mumkin har xil. Masalan, один рабочий выполняет за такое время, второй за такое, или же один станок работает и выполняет всю работу deganda buni qilayotgan ishimiz o'xshash. Bizning hozir buni misol keltirganim, bizning qilayotgan ishimiz bu tortikni yeyish, durustmi? Tortik. Shu vaqtida ish все время o'xshash bo'lgankin, uni endi matematikada o'ng'ay bo'lish uchun qilayotgan ishni biz bir deb belgilaymiz. Mening yolg'iz shu ishni qilgan vaqtimni biz T1 deb belgilab qo'yaylik. Shu vaqtida ishni vaqtga bo'lsak, mening ildamligimni topamiz. Va mushuli ishni yolg'iz Madina T2 vaqtda o'rnasa, u vaqtda u qizning ildamligi 1 bo'lingan T2 bo'ldi. Endi ikkimiz birga tortni yeganda ildamliklar qo'shildi-mayda 1:1. Shu vaqtida menga yozma 1 bo'lingan T общий deb qo'yay. Bu 2 o'quvchi. Agar 3 o'quvchi bo'lgansa, menga yana plus 1 bo'lingan T3 deb. В общем, qaranglar. Shu vaqtida bizda har bir odamning bo'lak ishlaydigan vaqtlarini T1, T2 deb belgilasak, birga общий deb qo'yaychi. Buni bir совместно ishlagandagi vaqtni T общий deymiz. Mushta universalniy formulasi bor. Buni endi men maktab kitoblarida ko'rmadim, biroq keldi. Отдельно как formula отдельно chiqarmaymiz, biroq mushuni yodlab olsanglar o'zingizga yaxshi. Men shu formulaga qo'yib chiqaramiz bu hisoblarni bugungi в основном. Уже hisoblarni chiqarib ketsizlar-ku. Давайте buni hisobni chiqarib yetaylik vaqtida. Shu vaqtda mening vaqtim 3 kun bo'lsa, yozimizga 1 bo'lingan 3 plus Madinaning vaqti 2 kun bo'lsa, u vaqtda bizning общий vaqtimiz 1 bo'lingan x. Endi kasrlarni qo'shganda umumiy mahraj keltirsak 6, mayda 2 tushdi, mayda 3, qo'shib etsak 5, u 1 bo'lingan x. Endi bu yerdan x ni tepish uchun proporsiyaning asosiy xususiyati bo'yicha krestchikam ko'paytirsak, 6 ni 1 ga ko'paytiramiz, 5 ga bo'lamiz,
Bo'ldi 6 bo'lingan 5 yoki bo'lmasa 1,5 1. То есть bir kundan sal jiqaroq vaqt tutimizga. Yep. Yaxshi. Salomatmisizlar yangi kirgan o'quvchilarga. Boshlaylik vaqtida hisobni. Bu просто bir kichkina введение bo'lganda, endi нормально bir hisoblanib chiqaraylik. Первый рабочий может выполнить определенную работу за 10 дней, второй за 15 дней. За сколько дней выполнят данную работу два рабочих вместе deydi. Vaqtida birinchisini vaqti berilganki 10 kun, ikkinchisiniki 15 kun birlashib ishlasa qancha kunda bitirdi deydi. Te общий deb bundoq qo'yay. Abeki formulani ham bir qatim yozmay 1 bo'lingan T1 plus 1 bo'lingan T2. Endi неизвестный T общий bo'lganki, давайте men T общийni so'ng tarafga yozib qo'yaman. Zerkalno все перевернули, hech kim o'zgarmadi. Endi mush T общийni bilmagankin, uni biz matematikada x deb belgilaylik. Ota men fizik bo'lganki tail deb chiqib yozib ketma. Belki so'z x bo'lsin, mayli bo'ldi. 10 dan 1 qo'shilgan 15 dan 1. O'ng tarafini umumiy maxrajiga keltirib atsanglar 10 bilan 15 niki har ikkisi 5 ga bo'linsa, 10 ni 5 ga bo'lasak 2 qoldi. 2 ni 15 ko'paytirsanglar 30. Maxrajisi 30, menga 3 tushdi, menga 2 qo'shib atsak 5. Qaraymiz, ha, men qisqartsak bo'ldi-ku, qoldi 6 dan 1. Shu vaqtida x dan 1 teng 6 dan 1 bo'lsa, prosta x teng bo'ldi. Suratlar o'xshaganki, maxrajlarim o'xshashi kerak 6 kun. Shu vaqtida 6 kunda ikkisi birga ishlasa bitirdi ekan. Tushundinglarmi birinchi hisobni? Zumrata Tlebergenova degan kimkin to'midim. Drus, 6 drus. Endi ikkinchi hisob qaraylik. Два крана, объединившись, разгрузили баржу за 6 часов. Если по отдельности первый кран может загрузить баржу на 5 часов быстрее второго, то за сколько часов каждый сможет разгрузить баржу deydi. Yaxshi, endi qaranglar, bu yerda не запутайтесь. Buni 6 soat degan ikkisining birga ishlagan vaqti. Shu vaqtida biz TO deb belgiladik, turibsizmi? Общий vaqti 5, kechirsizlar, 6 qo'yay, 6 soat deydi. Ikki kran birga ishlasa 6 soat bitirdi ekan ishni. Agar har biri bo'lak-bo'lak ishlasa, первый кран может разгрузить баржу на 5 часов быстрее deydi. U vaqtida T1 ni x deb belgilasak, T2 bo'ldi. Buni на 5 часов раньше bo'lgankin, второй nim deymiz, на 5 часов дольше. X plus 5 keldi. Ну, men sizlardan cho'ng, sizlar mendan kichiklar, одно и то же. Shundaqla biz meyda T1 ni x dedik, T2 ni x plus 5. Shu vaqtida bizni 1 bo'lingan T1, 1 bo'lingan T2 teng 1 bo'lingan T общийga аккуратно o'rnini qo'yib chiqamiz. Shu vaqtida 1 bo'lingan x qo'shilgan 1 bo'lingan x plus 5 teng bo'ldi 1 bo'lingan 6 ga.
Bundoq tanglimlarni 6-sinfda sizlar chiqarolmaysizlar, 6-sinfda o'qisanglar. Но har qandaq tanglimini qarang, bu bizda hozir kvadratlik tanglim bo'ldi, kublik bo'lsin, неважно, любой tanglimini biz har qachon ответlarini qo'yib chiqsak bo'ldi deymiz. К сожалению, buni birinchi условие на 5 часов быстрее degan qaranglar, 5, 10, 15, 10 hammasini разница 5 dan ko'ramiz. Shuning uchun biz buni первый условие bo'yicha hech qaysisini chiqarolmaymiz. Biroq endi ikkinchi условие mana x ni masalan 5 deb olsanglar, shu yoqda 1 bo'lingan 5 plus 1 bo'lingan 10 chiqamdi 6 dan 1. Umumiy maxraji 10 ni keltirsanglar mayli 2 keldi-ku, 2 ga 1 ni qo'shsanglar 3, 10 dan 3 teng emas 6 dan 1 ga. Shuning uchun masalan A katta deymiz. Hozir buni ответlarini qo'yishni ko'rsak, keyin нормальный yo'lini ko'rsatamiz. Shu yoqda birinchisi kam edi. Ну, B ni ko'rib boqaylik deydi. 10 bilan 15 ni olsanglar, tak, men bir nima qilyaptim? 10 bilan 15 ni ko'raylik. Shu yoqda 10 dan 1 qo'shilgan 15 dan 1. Maxraj abel chiqadi 30 bo'ldi. Bu yerga 3 keldi, menga 2 qo'shib etsak 5, qisqartib etsak как раз таки 6 dan 1. Qarang, buni biz hisoblab topdik. Buni berilganda 6 dan 1. Ikkisi o'xshadimi? O'xshadi. Поэтому durust javobi B. Yaxshi. Sinfdoshlaringlarga qo'shilgani yaxshi bo'pti. Endi agar sizlar 8-sinfda o'qigan bo'lsanglar, sizlar buni bundoq chiqaradinglar. Как положено, по-честному deymiz. Kasrlar bo'lganda, kasrlarni qo'shtirganda ularni umumiy maxrajisiga keltiramiz. Umumiy maxraj keltiraylik. Shu vaqtida so'ng tarafida har ikkisi har xil bo'lganki x plus 5 maxrajiga tushadi. Men ko'paytimiz x plus 5 ga birinchi kasrni, ikkinchisini x ga. X plus 5 plus x ni qo'shib etsak bo'ldi 2x qo'shilgan 5 teng 6 dan 1. Endi yana krestikan ko'paytirsak, men tirnoqni eshitmiz, x ni x ga ko'paytsak x kvadrat qo'shilgan 5x, mana bundoq ko'paytdim. Endi 2x plus 5 ni 6 ga ko'paytsanglar 12x plus 30 teng 0. Voy, teng 0 deb aytdim, o teng bo'lgan уже. Plus 30. Hammani bir tarafga yig'ib olsak qoldi x kvadrat. 5x dan 12 ni yetsanglar minus 7x. Elingan 30 teng 0. 8-sinfda diskriminant degan narsani o'tsizlar, diskriminant bilan endi ладно. Biz ham yaxshi ko'rmaymiz diskriminant dolgo. Viyetda bunda deymiz. Ya'ni teorema Viyetta degan bor. U deydi, ikki tomirning qo'shindisi buni o'tirdagi koeffitsient qarama-qarshi belgi bilan. То есть minus 7 bo'lsa, просто 7 bo'lishi kerak. Ikki koeffitsiyentning ko'paytindisi bo'lishi kerak minus 30. Mana buni oxirgisi. Teng minus 30. Bu vaqtda qanday ikki sonning ko'paytindisi 30? O desak, uning bo'lgan bizda 10 и 3 durustmi? 10 ni 3 ga ko'paytsanglar 30, qo'shindisi 7 bo'lishi uchun 10 ning plus menga qo'y, x 1 bo'lishi kerak teng 10 ga, x 2 teng bo'lishi kerak minus 3 ga, shu yoqda 30. Bizda x bu yerda ildamlik vaqt bo'lg'achqa u ijobiy только bo'ldi, salbiy bo'lmaydi. Buni ket qoldi. 10 ni yozsak, birinchisi 10, ikkinchisi 5 ga jiq bo'lgan ekan 15 chiqdi. Voy, unim yo'q ketdi. 3-hisob.
Durust. Ikkinchisi B degan durust. Yani chiqarish yo'lining turi bo'lgandan buni esa boshqacha chiqarib berayim. Две бригады изготовили стулья. Первая бригада 65, а вторая 66 стульев. Shu vaqtida birinchi brigada bor ekan. Ikkinchi. Количество стульев mayda 65, mayda 66. Первая бригада в день изготавливала на 2 стула больше, чем вторая. То есть, если вторая изготавливала в день X стульчиков, то первая изготавливала на 2 больше degan ekan. 2ga jiq degan ekan. X plus 2. Menga teng yozdim, sababi umumiy 65 tal ustalik qildi. Uni kunda ishlaydi. Kunda X plus 2 tal stulchik yozsa, qanchalik vaqt ishlaydi ekan? Первая бригада в день изготавливала на 2 стула больше, чем вторая, но проработала на 1 день меньше. То есть мұның vaqti, давайте, ikkinchisining vaqtini T desek, u vaqtida birinchisining vaqti bir kunga kam deydi. Сколько стульев в день изготавливали две бригады вместе? Shu vaqtida bizga tepishimiz kerak. Birinchi brigada X plus 2 tal o'rinliq yozsa, ikkinchi brigada X o'rinliq yozsaydi, shuni tepinglar deydi. Сколько всего стульев они изготавливали в день? Berilgan tushundinglarmi? Uchinchi hisobni. Yaxshi tushungan bo'lsanglar. Buni endi nima deydi? Ikki ta'lim bor, ikki tal belgi so'z bor. Buni chiqarish yo'li sizlar 6-sinfning 4-chorakida o'tsizlar, ikki o'zgarmasi bor ta'limlar degan. U yerda bundoq chiqaramiz. Ikkinchi ta'limda, например, T'ni chiqarib olaylik deydi. Bunda sistemaga qo'yib qo'yay. Bizga keragi X durustmi? T kerak emas. Shuning uchun ikkinchi ta'limdan T'ni ifodalab olsak, bo'ldi 66 bo'lingan X. Endi birinchi ta'limida 65 teng X qo'shilgan 2. Mayda T'ning o'rniga 66 bo'lingan X elingan 1 desak, nima qilamiz? Buni kasrlarni umumiy maxraji keltiramiz. Men birga yozay. 65 teng 65 teng X plus 2. Meg X ko'paytirsangiz 66 elingan X. Shuning hammasi bo'lingan X. Shu bo'lingan X'ni biz eplab Meg ko'chiraylik. Крестиком 65 X. Tirnoqlarni yechib chiqib yozsak, qoldi 65 X teng X'ni 66 ko'paytirsangiz 66 X. X'ni minus X ko'paytirsangiz minus X kvadrat plus 2ni 66ga 120, 132 elingan 2x. Endi hammani bir tarafga yig'aylik.
Бешін мұны минус x квадратны плюс x квадрат деп көчіріп алайлы. 66x-тен 2-ні ветсаңла 64x. Мұны 65-тен мұшу 64-ні ветсаңла просто x қалды. И елінған 132 тең 0. Бұл яны квадратлық тәңлімі. Квадратлық тәңліміні әнді дискриминантны көстейді алады. Сілі әнді 6-шы сыныпты оны пока что еще білмейсілер. ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 болса, бізді беді hazır a коэффициентіміз 1-ге тең, b коэффициент у x-ның алды туған сан яны 1, c болса минус 132. Беді мұны квадратлық тәңліміді дискриминант деген нәрсе болды. Дискриминантның формуласы b квадрат елінған 4ac. Рамочка қойып қойай. Вә томырлары x1 2-ні тепіш үшін минус b плюс минус томырасыды дискриминант бөлінген 2a формулын ішілдісілі. Есаплап етелі. Біздің уақытыда дискриминантымыз тең болды. b квадрат еді 1, елінған 4 көпейтілген 1, көпейтілген минус 132 десек, 4-ні 132 көпейтсаңла 400, 528, 529 болды ма? 529. Текшіретін ғам. Кәт тұқталышы. Әнді x1 2-ні тепіш үшін x1 2 тең. Минус b дейді. Оқтыда 1-ңла 1-ке. Плюс минус томырасыды 529. 529-ның томырасыдың чықағанда о болды 23. Сәбебі 23-ні 23-ке көпетсаңла 529. Бөлінген 2a. Арыңла сіледі hazır 1. 2 көпетілген 1 язымсан болды. Биятын чықыды бірінші томырымыз. x1-іміз тең. Минус 1 минус 23 минус 24 2-ге бөліп әтсаңла минус 12. x шкеріңла тең болды. Минус 1 плюс 23 болды 22. 22-ні 2-ге бөлсаңла 11. Бізге әнді бияды вақыт болған кен, ылдамлық не деп атымыз біз әзір? Ылдамлық болған кен, минус отбрасываем, только плюс наумыз. Плюс насақ, бұл x-ін таптық, оны x-ның орны ғазыр қоймыз. Көкпле язай уже. Аман әскезет қалдым. 11-ні язмыз жоқты болды. 11 плюс 2 плюс 11. Қошып әтсаңла, общий 24. Бұл әнді как положено чықырыш елі мұстақ. Шәнмедім дегенді қайсы есап? Үшінші. Қараңым оны 2-3-лік дискриминанты бірінен даватма, о 8-інші сыныпның ке. Шының үшін сілі лучше мұдақ чыққанла бияды. Бияды ең главный нәрсі тәңімін езвелеш. Да, мұны тәңімін, давайте мен я бір қатты мен, по-моему, легче все будет так удалить. Шул есапны 6-шы сыныпны оқуғычыз қандақ чықырат дейік, шын көспіренді. Бірінші бригада 65 тал, 2-ші 66 тал үстәл ясылды. Первая бригада в день изготавливала на 2 стула больше, чем вторая дейді. Шуақта неміздік абекінде x плюс 2 деген бірінші бригада, у бір күн аз ішледі вә 65 тал үстәл ясыды. 2-ші бригада x көпетілген t деп 66 үстәл ясыды. Әнді бұл системаны ісілі нем қысана болды, просто подгадать қылып кішкен типа сана болдым. Методом подстановки дейді ғой, мәселен, пусть x тәң болсын да қоялы. 66 чықыш үшін, мен оңайрақты 66 чықыш үшін, мәселен, 22-ні 3-ке көпетсаңла болды дұрыс ма? 22-ні 3-ке көпетсаңла 66. Әнді бірінші тәңіміні проверяем. 22-ге 2-ні қошымыз 24. 3-тің тенің орны 3 езатымыз ғой. 3-тің 1-ні ветсаңла 2. 24-ні 2-ке көпетсаңла 48. А должно быть 65. Шының үшін мұны комбинация хата дейсілі. Сәл башқычы санна алайлы. Мәселен, x шу 11 болсын. T 6 болсын. Көпеткенді тоже 66 чықыды ғой мейді. Бірінші тәңліміге x-ның орны 11-ні yazсаңла, 11-ге 2-ні қошсаңла 13.
teringlar 1 desanglar 1 6, 6dan 1 nevatsak 5. 13ni 5ga ko'paytsanglar 65. Shu vaqtida buni подборimiz durustga deymizda. Bizga x kerak-ku. Получается, 2 brigada 11 tal ustalyasida kuniga. A 1 brigada 2 ustalga jiq. 11 ga 2 ni qo'shib etsanglar 13. 11 ga 13 ni qo'shsak, hoy, bundan 24. Вот так можно решить. То есть не обязательно прям формула bilish kerak. Biroq formula bilgan albatta yaxshi. Endiki hisobni ko'raylik. Два поливных шланга могут полить сад за 3 часа. Значит, 3 soat degan u общий vaqt turibmi? T общий 3 soat. Первый шланг один отдельно работает, да, может полить сад на 8 часов медленнее второго. То есть T1ning vaqti T2sidan 8 soatga oz. T2ni x desanglar, на 8 часов медленнее deydi. U vaqtida uzoqroq x plus 8 deydi. Ikkinchisiga qaraganda birinchisi 8 soat oshiq ishlaydi deydi. Медленнее degan ekan, plus 8 ni qo'shdik. За сколько часов каждый шланг по отдельности сможет полить сад? Вот endi ikkisining razницасы 8 soat durustmi? Ответlarni ko'raylik. 12dan 4 nevatsanglar 8. Okey, подходит. 9dan 3 nevatsanglar 6. Bizda bo'lishi kerak razницасы 8 soat. Katta bo'lmaydi u. 15dan 5 nevatsanglar 10. 8 chiqishi kerak, kelmaydi. 10dan 2 nevatsanglar 8 kelyapti. 7dan 3 nevatsanglar 4 kelmaydi. Bizning возможный ответ A или D. Так, какой из них правильный? Va alaykum salom, yeng qo'shilganlarga. Chiqardinglarmi ответlarni? Ну, ответ A'ni ko'rib boqaylik. Bizning formulamiz 1 bo'lingan T1 plus 1 bo'lingan T2 teng bo'lishi kerak 1 bo'lingan T общий. Shu vaqtida 12 bilan 4 ni olsanglar, 12dan 1 qo'shilgan 4dan 1 chiqish kerak 3dan 1. Mana, потому что birga ishlagan 3 soatni bitirdi deydi. Ko'raylik. Mahrajisi 12 o'zi. 12 ni 4 ga bo'lsanglar 3, 3 ga 1 ni qo'shib atsanglar 4. 12 bilan 4 ni qisqartib atsak 3dan 1, o'ng tarafi тоже 3dan 1. Ikkisi bir-birisiga teng bo'lgan ekan, durust javobi A. Men yaxshi anglatam sizlar. Internetinglar qandaq sizlarning?
Ikkinchi hisobda 21, 24. 24 трос. Два рабочих могут закончить определенную работу за 12 дней. После 8-дневной совместной работы один из них заболел. Второй рабочий закончил оставшуюся работу за 5 дней. Сколько дней понадобится каждому работнику, чтобы выполнить работу по отдельности? Мұны işleydigan iş болсын. Mesela үй yazsın, ikki tane рабочий. İkisi birle işlese, да? İkisi birle işlese, мұшыны 12 күнді bitirdiке. Бірақ deydi, 8 күн birle işlegenden keyin мұшу ikki adamның birisi ağır qaptı. Şu vaqtida hamma ishni ular 12 kunda ishlasa, shu 12 kunning 8 kunini ishlab bo'ldi degankin, ishning qancha bo'ligi bitdi tepish uchun biz nima qilamiz? 8 ni bo'lib yetamiz 12 ga. 8 ni 12 ga bo'lsanglar 4 ga qisqartib etsak 3 dan 2. Mushu hamma ishning 3 dan 2 bo'ligini 2 ag'ayni birga ishlab bo'ldi. Представьте, buni uyda do'xtirosma. Şunun 3'ten 3 bölügidən ikisini ular уже yasab bo'ldi. Endi 1 bölügi qoldi o 3'ten 1 bölügini. Şu vaqtida bunu первое действие deb qo'yay. Ikkinchi amalda 1/3'ten evitmiz 3'ten 2ni. Qoldi 3'ten 1. Mushu ishning 3'ten 1 bölügini ikkinchi adam 5 kunda bitirdi ekan. Agar 3'ten 1 bölügini 5 kunda bitirsa, ishning hammasini qancha kunda bitirdi? Bunun uchun nima qilamiz? 5 ni 5 kunda ishning 3'ten 1 bölügini o'rnini degankin 5 ni bo'limiz 3'ten 1 ga chiqdi, просто 15 kun. 15 kunda shu vaqtida birisi o'rinlaydi ekan. No, 15 kun degan bizda birla ответ bor. Значит, трос человека. Biroq nimishki 60 ashni bir tekshiraylik. Agar mushu y durust bo'lsa, bizning abaki 1 bo'lingan t1 plus 1 bo'lingan t2 tang 1 bo'lingan t общийdan kelish kerak durustmi? T1 degani mana 15 kun. 1 bo'lingan 15. T2 ni 60 deylik. 1 bo'lingan 60 tang bo'lishi kerak 1 bo'lingan 1 12 kunda o'rinlaydi-ku, 1 bo'lingan 12. Ashtaqmu. 5-siga deydi durust. 60 ni bo'lsa, alsak 60 ni 15 ga bo'lsanglar. 4 ga 1 ni qo'shib etsanglar 5. Meydimi 12 dan 1 qisqartib etsak 12 dan 1 tang 12 dan 1. Qaranglar, tekstoviy zadachada buni 11-klassga kelganda sizlarda eng mushu qiynaladigan narsalarning biri. O'quvchilar eng jiq qiynaldigani geometriya, undan keyin mushu tekstoviy zadachi. Не знаю почему. Ладно, геометрия там может быть представить сложно, андaq desa. Biroq tekstoviy zadachalar mushta masala hisoblanimi? Unda qarsan qiyin emas, shuning o'zidami berilgani durust tushunmay, tanglim bilan durust yozmay xato qilgan jiq bo'ldi o'quvchilar. Shuning uchun hozirdan tortib amdan tushunishga tirishaylik bolalar. Yozyapsizlar-ku. Алтынчы hesap. Два насоса могут заполнить тару за 4 часа. Опять qaranglar, buni 4 soat это общее времяsi. Ikkisi birga ishlasa 4 soat to'shtirdi deydi bir посуданы, tara degan посуда. По отдельности первый насос заполнит тару на 6 часов быстрее второго. Давайте yozib qo'yaylik. T1, T2 и T общий. T общийsi 4 soat ekan. Первому насосу, первыйники bilmaymiz x deylik, по отдельности. Первый заполнит на 6 часов быстрее второго. То есть, mun birinchisining vaqti ikkinchisidan 6 soat jiqaroq bo'lgandan keyin ikkinchisiniki 6 soat kam bo'ldi. Сколько часов понадобится первому насосу заполнить
тару deydi. X'ni tipinglar deydi. X sual belgisi. Бүгін аны точно мұны формуланы ятлап алдыған болдыңlar. 1 бөлінген T1 плюс 1 бөлінген T2 тең 1 бөлінген T общее. 1 бөлінген X яздық, плюс 1 бөлінген X иленған 6 чықыш керек 4-тен 1. Для восьмиклассников деп чықыр қоймайды. Мәхрәжісін дейміз x квадрат иленған 6x. Мұның ішкісін сразу көпейтіп еттім. Бүйеді біріншісіге x минус 6 келді, ішкеншісіге x кесі. X минус 6 плюс x болды, 2x иленған 6. Чықыш керек 4-тен 1. Крестикам көпейтіп етсек, қалды x квадрат иленған 6x. Мұны мәйіқ көпейттік. Әнді 2x минус 6-ны 4 көпейтсеңға 8x иленған 64. Həmin bir tərəfə жығып алайлы. X квадрат минус 6 минус 8 болды минус 14x плюс 64 тең 0. Әнді әбейкіндегі виет теоремасын ішлетсек, умында дейді. Ішкі томырының қошындысы болыш керек 14. Ішкі томырының көпейтіндісі 64. Бұл қандақ санлы болышы мүмкін. Ешнен қаталашмын ма? Бір текшіретей. Так, на 6 часов быстрее дейді. Кәчірсле. Сколько часов понадобится первым? Первый насос X дедік дұрыс ма? И мұшу ішкеншісідің 6 саат быстрее болған ке, ішкеншісі 6 саат медленнее болған ке, мәй кәчірсле плюс қоқойай. Плюс қоқойай. Плюс. В общем, әмет плюс қойып чықмен ке ғымейді. Шу чықма тұты дейме мейді. Так, көпейтіміз қали өрдіке. Тогда 6x мейді 8 дедік ма? 6-дан 8-ні ветсаңа 2x. И плюс 64. Жат қошындысы 2, көпейтіндісі 64 чықыш керек. 64-ті нәді таптым мен? Вообще что-то плохо шығыратым, 8, 6, 4, 24 болмамды. 24. 24. Дейме, şu atyeтлерін келтіреме атмады. Әнді келіш керек. 24 дегеніміз 6 еді 4. Дұрыс ма? 6-ны 4 көпейтсаңа 24 шығыды. Шу вақытыда x біріңла болды 6, x шкеріңла болды 4. Қошындысы дұрыс. Шу 6 білен 4 асақ 6 баке, шу вақытыда 6-ны бәлгілейміз. Yaxshi, езбеліңлар. Ятынчеса. В совместной работе 2 рабочих, проработав 7 дней, выполнили 75% всей работы. Они закончили работу за 10 дней, хотя второй рабочий не вышел на работу последние 2 дня. За сколько дней закончат работу каждый рабочий по отдельности? Процент болған ке 5% жөнді алайды. 7 күнде Həmi işinin 75%'ni orunlaptı. Vaqtida işinin həmisini qancha kunda bitirdi? İşinin həmisi 100% durus mu? Vaqtida x'ni tep üçün krestикам көпейтсек, 7'ni көпейтimiz 100'ga, bölüp etimiz 75'ga. 100 bilen 75'ni 25'ga qisqartib etayli. 3, 4,
Şu vaqtida bo'ldi 3'ten 28. Arифmetikam sal bugun nachar, ondan tekshiraveramiz. Семье выполнили 75%, x-100%. Все правильно. Şu vaqtida ishning hammasi mana shunchalik kunda bitirdik bular. Mushta qolaversin. Это фактически bu bizda T общий deb belgilaganimiz mushu 3'ten 28. Они закончили работу за 10 дней, хотя второй рабочий не вышел на работу последние 2 дня. Şu vaqtida abekindek hesap 10 kunning 8 kunini birga ishlabdi, durustmi? Agar 8 kun birga ishlagan bo'lsa, 8 kunda ular qanchalik ishni bitirdi? 7 kunda ishning 75% bitirdi. O vaqtda 8 kunda ishning qancha nemasi bitirdi? X da qo'ying, x bor уже. Y da qo'ying. Bu yerdan y ni tepish uchun yana крестиком ko'paytamiz. 8 ni 75 ga и bo'lib 7 ga. Bu yerda qisqaradigan ishim yo'q, придется умножать. Ko'paytaylik. 8 ni ko'paytamiz 75 ga. 40, 56, 600 bo'lingan 7. Mushunchalik prosentni ular o'rinlab bo'ldi. 100 ning mushunchaligini bitadi. O vaqtida qolgan ishni qanchalik yasdi deydi. Qarang, za 10 dney. Shu vaqtida 2 kun bir odam yolg'iz ishladi, durustmi? Agar 100% ning 7 dan 600% o'rinlangan bo'lsa, mayli mahrajga berib etsak, 7 ko'paytsak, 700 dan 600 ni etsak, 7 dan 100% ish qoldi. Shu prosent ishni второй рабочий выполнил за 2 дня deydi. Shu vaqtida nima deb yozamizki, 7 dan aylanib yozay. 2 kunda за 2 дня один рабочий выполнил 7 dan 100%. У vaqtida shu рабочий всю работу за сколько дней сделает desek, крестиком ko'paytamizda, и наконец-то ответ chiqdi. T1 teng 2 ni 100 ga ko'paytamiz и bo'lib 7 dan 100 ga. Mayli qisqartib etsak, 200 bilan 100 ni 2, 2 ni 7 ko'paytib etsanglar 14 kun. Ура! Первый ответ bor. Значит, birinchi рабочий ishning hammasini 14 kunda o'rinlaydi. Endi ikkinchisi 28 ni topsanglar bo'ldi. Buning uchun nima qilamiz? Abek общий formula вот это T общий deb topdik-ku. Shu vaqtda yozmayman. 1 bo'lingan 14 plus 1 bo'lingan 28 chiqish kerak 1 bo'lingan minusan. 3'ten 28, но men 28 ni may qo'y, 3 ni bu yerga chiqaraydi. Ashta chiqamdi, действительно. Mahrajini 28 ni bilsanglar, mayga 2, 1, 2 ga 1 ni qo'shatsanglar 3, все. Левая часть равна правой, действительно ответ А. Sakkizinchi hisob. Одновременно открытые 2 крана за 18 минут заполнили 5/6 части бассейна. Сколько времени понадобится каждому крану, чтобы заполнить бассейн, если первый кран сам на 18 минут заполняет бассейн на 18 минут быстрее, чем второй? Endi ikkisining razница 18 minut deydi. 2 dan 26 ni olsanglar 18 minut chiqamdi? Явно chiqmaydi. 54 dan 36 ni yetsanglar
14, а вот мұны çıkmadı 18. Мұны ikisinin razницасы 18 geldi. 46'dan 24 ne etsаңlar? Keme atıda durusma buldu 22. А должно быть 18 минут. 36'dan 12 ne etsаңlar? Вообще 24 çıkmadı. Kemeydi. Ну и 36'dan 16 ne etsаңlar? 20. Не все, что ли? Ответ тогда быки. Tekşireviteli, aştaq mı? Onun üçün nem qılmız? Общий vaqtını tapaylı. 18 minutda həmi bakının 6'dan 5 bölgüp bütsəm, o vaxtada 5 baseyni qançılık vaqtıda bütürdü? 5 baseyni, это bir bütün tepiş üçün крестиком köpeytsek, nem qılmız ki 18'ni, x'ni tepiş üçün 18'ni bölüvitmiz 6'dan 5'ge. Крестиком köpeytvetsek 18'ni köpeytimiz 6'ga, bölümüz 5'ge. Hiçtim qısqamaydı. Qalsun 5'ten 60, 48, 108 qaldı. 5'ten 1 108. Ana muşunçilik vaqtda они вместе делают. Теперь ответларын көрелі. 36'dan 1. Qoşulğan 54'dan 1. Çıqamdı 1 bölüngen 5'ten 108. 108 bölüngen 5, 5'ni ekstra kötürüydü. 54'ten 36'nın məxrəcisi как раз таки 108. 108'ni 36'ga bölsəңlər 3, 54'ga bölsəңlər 2, qoşub etsəңlər 5. Болды. Оң tərəfi bilən son tərəfi oxşadı, поэтому 100% ответ B. Tepki qalınlağı. 9-й hesap. Две бригады сажали деревья. Сажая в день на 40 деревьев больше, чем вторая бригада, первая бригада посадила 270 деревьев. Вторая бригада проработала на 2 дня дольше и посадила 250 деревьев. Сколько дней проработала каждая бригада? Значит, что бригада баке? Бірінші, ikkinchi de qo'yay. Сажая в день на 40 деревьев больше, чем вторая. То есть вторая, если в день сажает x деревьев, первая сажает на 40 больше дает. X плюс 40 дәріқ. Первая бригада посадила 270 деревьев. Біріншісі 270 дәріқ тікіпті. Ikkinchisi 250 дәріқ тікіпті. Вторая бригада проработала на 2 дня дольше, чем первая. Значит, первая Т вақыт ішлеген болса, мұны на 2 дня дольше дейді. Т плюс 2. Все. Даже 11 сыныптың оқушыларға деймін. Mana мұшта тәңілімі құрып алдыңа ма? Болды. Әнді бұны шықырма десеңлі, әбемәсілі көш көсеттің. Birinchi tәңілімдің T'ni шығырып алсылар, кейін ikkinchisi qo'yslar, umumiy məxrəcə, кейін kvadratlık tənglimi diskriminant dolga. Şunun üçün vaqtımız az, ENT vaqtlarda məsələn. Şunun üçün ответларын qoyub çıxaylı. Ну, например, qaysı ответ вам кажется правильным? Onun üçün 270, qarаңlar. 270 T bölünüş керек, 250 T plus 2 bölünüş керек. T'ның орнына мәсәлән 4 күн асам, 274-ге бөлінемді. 274-ге бөлсек 240 ровно бөлінмейді, поэтому 4, наверное, не пойдет.
9 degan ответ kelyapti-da. Bo'lib beringlar 270 ni 9 ga. Tak, vaqtida qaranglar, agar 5 ni yeb ko'rsak bo'ldi-ku. 9 ni oladigan edim. 9 olsam t ning o'rniga 7 qo'yishim kerak. 270 7 ga bo'linadi, bo'linmaydi. Ровно. Bizga, короче, ровно bo'linadigan sonlar kerak-ku. Dni, потому что ko'rdinglarmi? Butun son. 10 kun deb olsaqchi, masalan, buni t ni 10 kun deb olsaq, например, t 10 bo'lsa, u vaqtida 270 ni 10 ga bo'lsanglar 27. 27 dan 40 ni yetsanglar minusdan chiqadi. Bizning x degan u количество деревьев kuniga sag'an minus bo'lmaydi. Oy, сразу katta xato. U vaqtida kichikroq bir sonni olaylik. Endi buni 5 yaxshi, тоже. T 10 kamidi. T ni 5 deb yapaqaylik. T ni 5 olsanglar 270 ni bo'linglar 5 ga. Chiqdi 5 7 5 25 и 20 ni 5 ga bo'lsang 54 qoldi, durustmi? U vaqtida x plus 40 teng 54. Shu vaqtida x chiqdi. 54 ni 40 ni yetsanglar 14. Проверяем второе уравнение. X ni 14 olsanglar t ni 5 oldinglar, 5 ga 2 ni qo'shib yetsanglar 7. 14 ni 7 ga ko'paysanglar 70 и 28 Oy, 98 chiqdi. Bo'lish kerak 250, поэтому B тоже xato. 2 kun olsanglar-chi, 2 kun desak. Или 3 ni ko'raylikmi? 7 не очень. Давайте 3 ni baqaylik. T agar 3 bo'lsa, 270 ni 3 ga bo'lsanglar qoldi 90, durustmi? Да, x teng chiqdi 50. Endi второй tenglimada x ning o'rniga 50 yozsizlar. T ning o'rniga 3, 3 ga 2 ni qo'shsanglar 5, o yaxshi keldi. Bo'ldi. Даже подбор вам, если кажется долгим, на самом деле он легче, чем решать как положено. Поэтому T teng 3 keldi. Ответ C. 10-chi hisobdan o'ng'ay hisoblar boshlandi. В первом бассейне 200 кубических метров воды, во втором 112. Для того, чтобы заполнить два бассейна, открыли два крана. Из второго крана в час вытекает на 22 кубических метра воды больше, чем из первого. Через сколько часов объемы воды в двух бассейнах будут равными? Бассейн siz qo'ysam bo'ldi, sizmisam bo'ldilar. Siz qo'ysam ham удобнее, tushunmayapsiz. Birinchisida 200 bo'lgan, ikkinchisida 112 metr kub suv bo'lgan deydi. Открыли два крана. Из второго крана, endi mayda kranni ochdik, shkelsida deydi. Из второго крана в час вытекает на 22 кубических метра воды больше, чем из первой. Бuni второй ekan bu. Через сколько часов объем воды в двух бассейнах будет одинаковым? Birinchisidan на 22 больше, чем из первого degandan keyin nima deydi? Men turib yozmaganman. В общем, 200 bo'lgan. Ashundan выливается x litrов воды deydi. Теперь birinchisidan выливается на 22 больше, чем из второго. Кажется, мы belgini durust emas, tek mana ko'ray. X minus 22 deydi. Через сколько часов объем воды в двух бассейнах будет равным? Menga t qo'shishim kerak ekan. Ko'raylik, nima qilamiz kabiyada. Так, еще раз проверим. В первом бассейне 200, во втором 112. Для того, чтобы заполнить два бассейна, открыли два крана.
Из второго крана в час вытекает на 22 кубических метра воды больше, чем из первого. Через сколько часов объем воды в двух бассейнах будет равен? Endi teng bo'ldi deganga mushtaq x deymiz. Masalan, bu yerda ответlarni qo'yib chiqsak, bizda qanchani ko'raylik? Masalan, 5 ni ko'rib boqaylik. 5 soatdan keyin buni hisoblam berilgan. Для того, чтобы заполнить два бассейна, открыли два крана deydi. Qo'shilyotidi, значит, mega plus x de, mega qo'shilgan x minus 22 mayli, shunday yozay. Endi skobkani ichib yotsak, qoldi bizda 200 plus x de teng mayda 112 plus x ni teng ko'paytsak x de 22 ni 2 ko'paytsak 22 de. Plus menimcha minusga qo'ydim plus. X t'larni qisqartib etsak 200 dan evitimiz 112 ni qoldi bizda. Mayda plusga тоже. 200 dan 12 ni 112 ni evatsak 88. Teng 22 t. Bu vaqtida t teng bo'ldi 4 soat. Bu vaqtida 5 kamaydi даже. Tengim bilan chiqaryapti. 11. После равномерного слива воды через час в бассейне осталось 400 кубических метров воды. А еще через 3 часа осталось 250 кубических метров воды. Найдите изначальное количество воды в бассейне. Endi beshida 1 soatdan keyin 400 kubichskiy metr qolibdi. 1 soatdan keyin. Yana 3 soatdan keyin бассейнда уже qanchalik qolibdi? 250 metr kub воды осталось. Shu vaqtida 400 dan evitmiz 250 ni qoldi 150. 150 ga 3 soatni kemisi получается har bir soatda 50 metr kub metr воды chiqib ketib bordi suv. Vaqtida dastlabkida qanchalik bo'lgan deydi. Mana 1 soatdan keyin 400 bo'lsa, 1 soatda bizda 50 litr to'kilib ketdi-ku. Shu vaqtida 50 ga 400 ni qo'shsak, 450 chiqdi. C. Ответlarni yomon kesh kelyotibdi-chi mana. C durust ekan. Ученик прочитал книгу за 2 дня. Найдите количество страниц в книге, если отношение прочитанных страниц за 2 дня равно вот такому числу. И во второй день было прочитано на 18 страниц меньше, чем в первый день. Endi bu точно 6-chi sinfning hisobi. Unda deydi. O'quvchi kitobni 2 kunda o'qib bo'ldi. Birinchi kuni o'qigan kitoblar soni, ikkinchi kuni o'qigan kitoblar soniga nisbati 5 dan 2 ning 4 dan 1 ga nisbati deydi. Shu vaqtda birinchi kuni 5 dan 2 bo'ligini o'qidi, ikkinchi kuni 4 dan 1 ni o'qidi deydi. В таком отношении. Причем deydi, во второй день было прочитано на 18 страниц больше, чем в первый день. Buni 18 страниц разница bo'lgan keyin nima qilamiz? 5 dan 2 dan evitimiz 4 dan 1 x ni. Bu teng bizda 18 ga. Mahrajisi 20 bo'ldi ekan. 20 ni 5 ga bo'lsanglar 4, 4 ga bo'lsanglar 5, 8, 8 ni 5 ni evatsanglar 3. X teng 18. Endi x ni tepish uchun 18 ni bo'lib etimiz 20 dan 3 ga. Или наоборот 18 ni ko'paytimiz 3 dan 20 ga. Qisqartib etsak 6, 6 ni 20 ko'paytsak 120 chiqdi. Bu esa ответ emas. Bu только x. Qarang, ответ. Bu x lar.
Endi сколько всего страниц tepish uchun biz nima qilamiz? Birinchi bilan ikkinchini qo'shib etamiz. 5 dan 2x qo'shilgan 4 dan 1x desak, bu уже barlig'i necha bak deb topamiz. Şolu məxrəcisi 20 yana. Şolu 4, şolu 5. Biroq meyda nima bo'ldi? 8 ga 5 ni qo'shsak 13. Mushu hamma barliq kitoblarning soni. Endi masalan bu yerda bizning proporsiyamiz kechirsizlar. X'imiz 120 chiqdi o'sha vaqtida x ning o'rniga 120 ni yozsanglar, 120 ni 20 ga bo'lsanglar 6, 6 ni 13 ko'paytsanglar 60 и 18 78. Угу. 13. Друз. Первая труба заполнит бассейн за 5 часов, вторая в 2 раза дольше. То есть T1 тең 5 saat, T2 в 2 раза дольше degan keyin 10 saat. Сколько времени понадобится двум трубам, чтобы заполнить бассейн? T общий типlanadi. Шул әбәки формула qo'ysak 5 dan 1 plus 10 dan 1 teң x dan 1. Məxrəcisi 10, 10-ni 5 ga bölsənglər 2, 1, 10 dan 3 teң 1 bölünген x çıxsa, kəsrini almashtsanglar x teң bo'ldi. Крестиком 10-ni 1 ga ko'paytib 3 ga bölüb etaylik. Bütün sonini chiqarib etsak 3 dan 1 saat. 3 saat deganki birlatib etba. Endi nimishki 20 minut chiqdi chiqarib etaylik. Onun uchun buni 3 dan 1 saatni, 1 saatda degan 60 minutku. 60 ga ko'paytib etsanglar, shu 20 minut chiqdi. O'n ikkida 78 deydi. 78 durus. За 3 дня мастер изготовил 48 деталей. Количество деталей, изготовленных в первый, во второй и в третий день пропорциональны числам 5, 4, 3. Сколько деталей мастер изготовил за первые 2 дня? Бед внимательно, ловушка лырба. Барлық 48 тал деталь. Күнді қылған детальлері 5, 4, 3 деген санлығы пропорционал деген екен. Yazımız 5x, 4x, 3x. Так как 48 это общее количество деталей болған екен, бірінші күнне, ikkinchi күн ve üçüncü күнді chiqarganlarni qo'shib etamiz. Super qiyin tanlimidan 5, 4, 9, 3, 12, x teң 48, x chiqdi 4. Biroq x 4 degan ответ emas, x degan u proporsiyaning nimasi, nisbati. 4 hassa deydi, har bir bölügi 4 dinke. Сколько, endi keragi bizga сколько деталей изготовил за первые 2 дня. Только munuşkisi kerak bizga 5x qa qo'shishimiz kerak 4x. Hammasini so'ramadi, hammasi berilgan tak-tak. 9x, endi x ning o'rniga 4 ni qo'ysanglar, chiqdi 36. Ахыркы 15-нче сад. Бригада рабочих по плану должна была обработать землю за 14 дней. Обрабатывая на 5 гектар больше, бригада закончила работу на 2 дня раньше. Найдите площадь обработанной земли. То есть meydan tepishimiz kerak. Brigada deydi, ham plan bo'yicha 14 kunda bitirish kerak. 14 kunda x gektarni ishlab, в общем, meydanni esda qo'yish, meydan ishlab chiqish kerak ekan. Обрабатывай на 5 гектар земли больше. То есть x chiqish kerak, na 5 gektar больше degan x plus 5.
бригада закончила работу на 2 дня раньше. То есть 14 kunning o'rniga 12 kunda bitadi deydi. Bo'ldi, SS o'xshaganki nima qilmoq kerak? Bir tarafdan 14 kun ishlasa X'dan, или же 12 kun ishlasa, biroq kuniga 5 gektardan jiq ishlaydi ekan. Mushu tanglimada -12x teng 60 deb yozsak, tirnoqlarni yechib oldik. 12 ni 14 ni 12 ga yozsak 2x teng 60 x chiqadi teng 30 ga. Bizga endi maydon kerak-ku S. Maydon S'ni tepish uchun 14 ni x ga ko'paytiramiz. 14 ni 30 ga ko'paytsanglar 30 12 42 1 0 bilan 420. Bugun sal uzoqroq dars bo'lib qoldi undaq. Hisoblar tekstiga bo'lg'ashqa. Tushunmagan birlaringlar bo'lsa, как обычно, mana shu yerda kommentariyga yozib qo'yinglar. Mayli tushundik, tushunmadik desanglar, dars yoqqan bo'lsa like qo'yishni unutmanglar. Bo'ldi, shuning bilan bugun darsimiz bitdi. Endiki subot ko'rishgacha hech omon bo'linglar. Yaxshi, rahmat. Endiki darsda ko'rishamiz, Xudoyim bersa.